Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Shinamgina kichkina bir ofisimizga xush kelibsiz. Kichkina emas. Yaxshi. Yaxshimi? Sharoitlar to'g'risidan bag'ri keng. Sharoitlar yaxshi. Keling. Bu meni ish joyim. Bir yangicha yondashuv qildik. Faqat bu ish joyi bo'lmasin deb. Ham nima deydi, bu ofisimiz universal. Hamma narsaga moslashib ketaveradi. Ham ish joyi, ham syomka uchun maydon degandek. Shunga keling, marhamat, tayyormisiz? Podkastimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Chiroqlarni o'chiramiz. Ajoyib. Qani, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Xush kelibsiz yoshlar agentligiga. Xush ko'rdik. Hop. Zapisni bosamiz. Bosdilaringmi zapisni? Ovozni tekshirib ko'ramiz. Qani, gapirib ko'ring-chi. Bir Yaxshi. Salom she'r. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum do'stlar. Mana mehmonimiz keldilar. Jamshidbek Egamberganov. Ming kitob loyihasi rahbari. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Yaxshi. Jamshidbek, mana bu yil yurtimizda mustaqilligimizni 35 yilligi nishonlanadi. Sizni bejizga chaqirmadim. Kitobxonlik borasida yurtimizda ko'p ishlar olib borilyapti. Hozir mana Jamshidbek Ming kitob loyihasiga yangi tayinlandilar rahbar bo'lib. Bejizga emas, chunki bu o'zlarining sohalari bo'lgani uchun. Men endi Ming kitob loyihasi haqida gapirishdan oldin bizda bir kichkinagina sovg'a bor. Ha, sovg'ami? Sovg'a bilan keldik. Xo'p, qanaqa sovg'a? Ming kitob Sovg'ani qanaqaligini bilamiz. Kitob, lekin qanday kitob desam to'g'ri bo'ladi menimcha. bizda Korobkasini ham ko'rsating. Maxsus. O. Mana. Yaqinda Mana. shu dizaynerlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan Ranglari zo'r, yangi stilda desak ham bo'ladi. dizayni zo'r, kreativ. Xo'p. Adabiyot nazariyasi Michael Ryan. Bu kitob mana. Institutlar, institutsional o'zgarish va iqtisodiy ijro. Mana. Muallif Douglas North. Ming kitob. Ko'rinyapti kitobi? Mana. O'rganish yo'llari Alan Pritchard. Davlatcha nazar James Scott. Mana. Deyarli hamma narsaning qisqacha tarixi. O. Bill Bryson. Mana. Ajoyib. Sumkasi ham yoqdi. Qutichasi. Buni pastga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Kitoblarni terib qo'yamiz. Yaxshi ko'rinyaptimi kitoblar? Zo'ra? Marhamat, o'zingiz haqingizda oldin ma'lumot berib o'ting. Qisqacha. 23 yoshdaman. Mutaxassisligim tarix va tarixda ham bir noodatiy yo'nalish, ya'ni tarix metodikalari bo'yicha mutaxassisligim. 2024-yilda ilk xususiy nashriyot Pir nashriyotida faoliyatimni yuritganman. Bu nashriyotda ham o'sha asosiy missiyalarimizdan bittasi O'zbekistonni rivojlanishida, umuman O'zbekistonga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan muhim kitoblar, ilmiy ommabop, ya'ni bizda roman yoki hikoyalar ham bor edi, lekin asosiy bizning missiyamizda o'sha ilmiy ommabop kitoblarni tarjima qilish masalasi ko'tarilgandi. O'ylaymanki, u yoqdagi o'sha oldingi faoliyatim mobaynida Pir nashriyotidagi kerakli kitoblarni vaqtida tarjima qildik. Sifat jihatdan ham, tarjima sifati va kitob sifati jihatdan ham yaxshi ishlar qildik deb o'ylayman u jamoa bilan. Endi u yoqdagi faoliyatni yakunlab, mana aprel boshidan Ming kitob loyihasida shuna ishonch bildirildi. Endi shunga yarasha xudo xolasa bu yoqda ham yaxshi natija qilamiz degan niyat bor. Mana Pir nashr. Timur kitobi. Kitobingiz muxlismiz kitoblaringizga. Joyiga qo'yib qo'yamiz. Buni chiroqlarni yoqish esdan chiqib qolibdi.
boshidan olamizmi? Yo'q, boshidan olmaymiz, ichiga qo'shib yuboramiz. Endi rasmiylik nima deydi? Sizlarga kreativ bemalol bo'lyapti-da podkastimiz. Unaqa rasmiy kesib, bunaqa narsalar yo'q. Kesmaysizmi shunda rostdan ham? Yo'q, kesmaymiz. Xo'p, yaxshi. Savollarga qaytamiz. Kitoblar, 1000 kitob doirasida kitoblar ko'p. Hozir 20 ta bo'ldi dedingiz, tayyor bo'ldi dedingiz. Endi hozir birinchi savol bo'yicha batafsil Xo'p, ma'lumot 1000 berib kitob keting. loyihasi doirasidagi kitoblar qachon o'zi tayyor bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bering. Va bu jarayon qanaqa ketyapti? Endi o'sha hammaga ma'lum 2023-yilda prezident qarori sifatida o'sha 380-sonli qaror chiqqan, alohida loyiha uchun maxsus. Bu loyiha doirasida dunyoga mashhur kitoblarni tarjima qilish, kamida 20% ilmiy ommabop kitoblar bo'lsin degan masala ko'tarilgan. Biz ilk bosqichda 27 ta kitob nashrdan chiqib, kutubxonalar, 27 ta. axborot resurs markazlariga 27 xil kitob yetkazilgan, kutubxonalar, axborot resurs markazlariga va mana aprel oyining oxiriga kelib yana 20 xil kitob tarjimasi, tahriri, barcha o'sha texnik jarayonlar tugatilib nashrdan chiqdi. Biz hozir shu bo'yicha ishlayapmiz, reja qilyapmiz. Kitob karvoni loyihasi mavjud. Mana 1000 kitob doirasida o'tkaziladi. O'sha viloyatlarga, chekka hududlarga yetkazib berish masalasi. Bu bo'yicha ham yangicha yondashuv qilmoqchimiz. Biz hozir jamoa bilan maslahat qilib turibmiz. Shu rahbar ham alohida ta'kidlab o'tdilarki, o'sha chekka hududlarga borishi, uni nazorati, u kitoblardan foydalanish, kitobning mohiyatini ochib berish masalalari bo'lgan. Bu bo'yicha agar auditoriyada ham endi erkin suhbat dedingiz, bizni kuzatib borayotgan auditoriyada ham qandaydir bir qiziqarli takliflar bo'lsa, biz mutlaqo unaqa takliflarga ochiqmiz. Ya'ni qabul qilamiz takliflarini. Kitoblar karvonini ko'rgandim o'tgan yili, adashmasam, til bayramidan oldin katta KAMAZ mashinada viloyatlarda tarqatilgandi. Toshkentdan borib, adashmasam, ko'rgandim. Xo'p, yaxshi, keyingi savolga o'tamiz. Mana 20% dedingiz, ilmiy ommabop kitoblar. Nimaga ilmiy ommabop kitoblar, yana qanaqa yo'nalishlarda tarjimalar qilinyapti? Endi asosan biz bozorga ham qaraydigan bo'lsak, ilmiy ommabop kitoblarga asosan xususiy nashriyotlarda ko'p ham pul tikish jarayoni, ya'ni o'shanga investitsiya qilish, o'shani tarjima qilish jarayoni ko'p ham kuzatilmaydi. Asosiy sabab endi bozor talabi degan narsa ham bor. Buni o'sha predmetlarga qaraydigan bo'lsak, misol uchun sotuv jihatidan ham bu ilmiy ommabop kitoblari asosiy qismi sotuvi juda sust hisoblanadi. Ya'ni bizda talab asosan o'sha roman, badiiy yo'nalishda bo'lgani uchun ilmiy ommabopga talab yuqori emas. Endi talab bo'lgan qismda ham juda oz sonli qism hisoblanadi. Loyihani asosiy maqsadi ham aynan o'sha ilmiy ommabop kitoblarni ham shuning uchun ham qarorda alohida belgilab o'tirgan, kamida 20% ilmiy ommabop kitob bo'lishi kerak deyilgan. Va ilk bosqichdagi kitoblarda e'tibor qaratadigan bo'lsak, deyarli barchasi ilmiy ommabop kitoblardan iborat. Endi biz yangi mana shu may oyidan yana bir yangi tizim shakllantirishni reja qilib turibmiz. Ilmiy ommabop kitoblarning orasiga o'sha yuqori saviyada yozilgan badiiy kitoblar masalasini ham ekspertlar bilan maslahatlashgan holda ko'rib chiqmoqchimiz. Mana may oyida nasib qilsa juda katta bir miqyosda ekspertlar kengashini yig'ilishini reja qilganmiz. Mana ham taklif qilasiz? Albatta taklif qilamiz. Sababi biz sohalarga bo'lib chiqmoqchimiz. Aynan meni ham shu qiziqtirgan narsa sohaviy kitoblar. Misol uchun menga qiziq dizaynga oid kitoblar. Misol uchun O'zbekistonda yo'q deyarli dizaynga oid kitoblar. Shunga dizaynga oid kitoblar tavsiya qilsam bo'ladimi? Tarjima qilasizlarmi? Ichida misol uchun yaxshilarni deylik yoki O'zbekistondagi ko'p dizaynerlar bilan maslahatlashib, ovozga qo'yib, eng kerakligini bir aytsak, yoki 3D ga oid yoki marketingga oid zo'r kitoblar bor. Va men taklif bildirsam bo'ladi, to'g'rimi? Taklif bildirishingiz mumkin. Endi bizda ekspertlar kengashining o'zini nizomi mavjud. Ekspertlar kengashi bizda o'sha
kamida o'sha PhD darajasida bo'lgan ma'lum bir kategoriyalar tushundim, mavjud. tushundim, Lekin shunaqaki biz may oyidagi ekspertlar kengashi yig'ilishini ochiq formatda o'tkazmoqchimiz. Ya'ni tashqaridan shu loyihaga befarq bo'lmagan jamoatchilik kengashi, misol uchun loyihaga befarq bo'lmagan talabalar, asosan bu kitoblarni mana hozirgi chiqqan kitoblarni ham chet davlatdagi rivojlangan o'sha kuchli ta'lim sifati mavjud bo'lgan universitetlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, professorlar darsga kirganda mana shu kitobni o'qib kelgan, mana shu kitobni manba olgan deb ko'rsatadigan kitoblar mavjudda. Shu jihatdan ham bizni universitetlarimizda masalan bu kitoblar asosiy qo'llanmalardan, ya'ni o'sha talabalar foydalanadigan kitoblardan bo'lishi kerak. Shu jihatdan biz talabalarni ham fikrlarini inobatga olmoqchimiz bu yig'ilishda. Oddiy bir rasmiy misol uchun tasdiqlab u kitobni mana bunaqa deb qo'yib beriladigan yig'ilish bo'lmaydi. Ochiqdan ochiq yig'ilish bo'ladi va buni mana video bilan muhrlab qo'yamiz. Albatta shunga qattiq tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shu kitoblar karvonini oy boshida, may oyi boshida chiroyli qilib tashkil qilganimizdan keyin uni orqasidan ekspertlar kengashi va keyingi bosqichdagi kitoblar. Biz sohaga bo'lib chiqmoqchimiz. Tibbiyot, texnologiya, muhandislik, robototexnika bo'lishi mumkin. Albatta. Har bitta bir yangi bir fikr, yangi bir jarayonni asosi bir nazariy ma'lumot fikrga borib taqaladi va bu fikrlarni asosan o'sha yaxshi adabiyotlardan, yaxshi kitoblarning tarjimasidan olamiz. O'ylaymanki, mana shu toifalash, misol uchun tibbiyot, sotsiologiya biz uchun kerakli bo'lgan sohalarda 2 tadan 3 tadan kitoblarni tanlaymiz va bu jarayonda ekspertlar kengashi bilan o'sha jamoatchilik kengashi talabalar hamkorlikda yig'ilishda oxirgi xulosaga kelinadi va mana yana bir yaxshi tizim, har bitta o'sha kitobni ekspertlar tomonidan asoslangan biz normativ hujjatlarni ham qilib qo'ymoqchimiz. Nimaga asoslanib bu kitob etildi? Masalan, 1 oydan keyin, 2 oydan keyin dolzarbligi yo'qolib qoladigan kitoblar ham mavjud. Misol uchun asosan ijtimoiy siyosiy mavzulardagi kitoblar, o'sha axborot jihatdan beriladigan kitoblar, dolzarbligi yo'qolib qoladigan kitoblar ham mavjud. Shularni ham inobatga olgan holatda asosiy ilk qo'llanma bo'lib uzoq muddat xizmat qilishi mumkin bo'lgan kitoblarni saralaymiz va bu jihatdan dizayn kitoblari ham bizga kerak. Shu joyda ekspertlarga PhD'si borlar dedingiz, shu joyga sal o'ylantirib qo'ydim. Misol uchun dizayn sohasida oladigan bo'lsak, u bo'yicha hali PhD, professor dizaynerlar yo'q-ku. Endi shunda demoqchiman, dizaynerlarda ham eng kuchlisi, kattasi bir ustoz darajasidagi dizaynerlarni taklif qilsa ham bo'ladimi? PhD'si bo'lmasa ham soha vakillari, misol uchun kreativ media soha vakillari bor, ularda hali misol uchun PhD'lari yo'q, lekin qilsa bo'ladi. O'zbekistonda ham shu yo'nalishlarga mos universitetlar bor, institutlar bor. Kimdir tanlab qilsa ham bo'ladi. Endi o'sha nizomda belgilangan tartib-qoidaki o'sha PhD darajasi deyilgan, lekin u sohada PhD qilgan, adashmasam, menimcha bizda o'sha san'at institutlarida, universitetlarida ma'lum bir professor olimlarimiz mavjud. Ular endi nazariy jihatdan ko'proq ilmiy ish qilgan katta ehtimol bilan ular orqali hamkorlikda bo'ladi. Shuncha aytib turibmizki, talabalarni ham chaqiramiz, talabalarni ham jalb qilamiz, jamoatchilik kengashini ham jalb qilamiz. Mana yaqinda biz El-yurt umidi fondini mana agentlik, yoshlar agentligida faoliyat yuritadigan o'sha bir nechta El-yurt umidi fondidan nima deydi, o'qib kelgan yoshlarimiz ishlaydi, o'sha akalarimiz. Ular bilan maslahat qilib biz shunaqa tizim qilyapmizki, biz ulardan ham maslahat olmoqchimiz. Chetda o'qib turgan talabalar, chetda o'qib turgan o'sha ma'lum bir darajada ilmiy ish qilayotganlar va bular orqali ham biz kerakli manbalarni bilib olamiz. Bularni ham ekspertlar kengashi yig'ilishiga jalb qilmoqchimiz. Menda shu joyda bitta taklif bor. Keling, hozir bitta so'rovnoma qilamiz. Unga hozir mana podkastni ko'rib turganlar, ya'ni o'zingizni sohangizga oid qaysi kitob bor chet elda tarjima qilish kerak bo'lgan, shuni so'rovnomaga kirib, linkga kirib, nomi bilan va nima uchun bu kitobni tarjima qilish kerak degan savolga javobingiz bilan yozsangiz ko'rib chiqasizlar. Albatta ko'rib chiqamiz. U bizga ham faoliyatimizni yana ham rivojlantirishga yaxshi hissa qo'shilgan bo'ladi. Misol uchun bunaqa podkastlarda har xil fikrlar, g'oyalar bo'ladi. Mana men yaqinda bir videorolikda chiqish qilganimda aytdimki, nima savol bo'lgan? Nima kitobni, qaysi kitobni bo'lishini xohlardingiz men kitobni ro'yxatda degan. Men ham podkast ko'rib o'tirganimda mana Sherzod aka Mo'minov bor. Angliyada dars beradigan, Yaponiya bo'yicha olimimiz. U yoqda professor o'sha dars beradilar universitetda. Bir podkastda bitta kitob tavsiya qildilar. Bundan bir 1 yilmi 2 yil oldin ko'rdim. Nemis tarixchisi o'sha Yurgen Osterhammelni
The Transformation of the World kitobi, dunyoning o'zgarishi. Bu yerda o'sha sanoat inqilobini mohiyatini sharhlab bergan. Bu yerda xronologiya yo'q. Masalan, falon yilda mana bunaqa voqea bo'ldi, mana bunaqa narsa ixtiro qilindi degan narsadan yiroq, faqatgina mohiyatini, keyingi davrga ta'sirini falsafiy, ijtimoiy jihatdan sharhlab bergan. Misol uchun, men ham haligi videorolikda aytdimki, shu kitobni bo'lishini xohlardim. Bizni bosh muharrir bilan maslahat qildim. "Mana bu kitobga nima deysiz?" degan. Men o'zimni soham jihatdan shuni bo'lishini xohlardim. Lekin mana ekspertlar kengashida uni soha mutaxassisi bo'ladi, kamida 2 nafar. Ular orqali meni o'zim ham taklif beraman, masalan, mana shu kitobni ham ko'raylik. Agar muhim desanglar, ro'yxatga qo'shaylik degan masala bo'ladi. Va o'ylaymanki, bu so'rovnoma orqali yana ham bizga ham takliflar bo'ladi. Olimlarimiz, shu ekspertlarimiz ko'rib chiqib, muhim deyiladigan masala qo'yilsa, o'sha daraja berilsa, biz albatta ro'yxatga qo'shishga tayyormiz. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Tarjima sifati yomon, o'qib bo'lmaydi degan izohlarga qanday javob berasiz? Sifatsiz chiqib qolgan kitoblar uchun kimdir javob beradimi o'zi? Loyihada. Xo'p, bizda bosh muharrir faoliyat yuritadi. Ya'ni biz nashriyotlarga kitobni tarjima qilish bo'yicha buyurtma beramiz va buni to'liq moliyalashtirish shu davlat budjetlari tomonidan qarorda belgilangan tartibda bo'lib o'tadi. Endi sifatsiz tarjima va tahrir masalasiga keladigan bo'lsak, ilk bosqichda chiqqan kitoblar bor. Undan keyin o'sha hozir tayyor bo'lgan 20 xildagi kitoblar bor. Meni o'zim ham ilk bosqichda chiqqan kitoblari o'qib chiqyapman. O'qib chiqib, tarjima va tahrir jihatidan haqiqatda yaxshi jamoa mehnat qilingan. Bu borada o'sha ijodkorlar, nashriyotlarga alohida rahmat aytamiz. Endi ba'zi nashriyotlar bor. Buni bilmadim, to'g'ri qabul qilishlarini mana shu podkast orqali iltimos ham qilib qolgan bo'lardik. Nashriyotlardan iltimos, fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Biz to'laqonli o'sha mas'uliyatni berganimizdan keyin, ishonch berganimizdan keyin bu narsaga qattiqroq, yaxshiroq yondashishlarni iltimos qilgan bo'lardik. Ya'ni sifat jihatdan ko'p uchrab turibdi, muharrirlardan e'tiroz keladi menga. Mana topshirdi, tarjima, tahrir, hamma o'sha korrektura, musahhihlik jarayonlaridan o'tgan kitob, lekin juda ko'p kamchiliklar ham kuzatilmoqda degan ko'p e'tirozlar. Yaqinda ham masalan bir kitob bo'yicha shunaqa e'tiroz bo'ldi. Nashriyotga bog'liq. Nashriyotga bog'liq. Endi uni to'g'irlash qismi bizda o'sha bosh muharrir va ikkita qo'shimcha muharrir faoliyat yuritadi. Ular ham ustidan ko'rib chiqadi. Birinchi signal versiya chiqaradi ular. Sizlarga olib keladi, ko'rasizlar, to'g'rimi? Bizga elektronniy shaklida yuboradi. O'sha tayyor bo'lgan chiqarilgan variantini, signalnisini ham beradimi? Misol kitobni yo birdaniga chiqarib beram. Yo'q, uni keyingi jarayon biz elektronniy qabul qilgandan keyin bosmaxona tender orqali bo'linadi. Uni signalnisini biz o'zimiz boshqa bosmaxona bilan ishlaymiz. Ya'ni nashriyot faqat tarjima jarayoni bo'yicha ishlaydi. Ya'ni alohida jarayonlar. Nashriyot ichki o'sha tarjima, tahrir, o'sha musahhihlik jarayoni va ichki dizayn masalasi bilan shug'ullansa, uni bosmasi u yana alohida masala. Ming kitob u bo'yicha tender orqali tenderda yutib olgan bosmaxona bilan ishlaydi va unga belgilangan tartiblar bor. Masalan, mana bunaqa sifatiga javob berish kerak. Bu bo'yicha alohida mutaxassislarimiz ishlaydi. Mana yana bitta savol. Kitoblar turga bo'linadi, suvdan olsangiz. Mana hozir ko'ryapman. Bu boshqacha ajrab turibdi, chunki bu adashmasam yangi kirib kelganmi? Oldinlari hamma kitoblar, masalan, mana bu qalinda, mana qaranglar, muqova. Qalin muqova mana. Bu og'irroq. Qandaydir meni nazarimda qo'poldi. Qalin muqova. Bu mana yengil, yupqa muqova mana. Bularga ham e'tibor beriladi, to'g'rimi? Va buni kitobda ichida rangi bor. Misol uchun bu oqsimon, lekin hozir juda ko'p kitoblarda, nashriyotlarda chiqaryapti, ko'ryapman. Boshqacha bir qaymoq rang sifat, sarg'ish sifat kitob. U qulayroq, to'g'rimi? Men kitobda ham shu narsalarga ham e'tibor beriladimi yo qanaqa o'zi? Endi hozirgacha bo'lgan jarayonda ilk bosqichda chiqqan, mana masalan buni misol qilib keltirdingiz. Yumshoq muqovada chiqqan. Bu kitoblar sizga bo'lgan sizdan oldingi jarayonda chiqqan kitoblar. Xuddi shunaqa. Endi bu jarayonga ham to'xtalib o'tish kerak desangiz, yumshoq muqovat jihatdan men alohida buni ta'kidlab o'tmoqchiman. Buni yumshoq muqova bo'ldi degani bu sifat yomon bo'ldi degan narsa emas. Albatta. Eng masalan chet elda o'qib o'sha kitob sohasi,
kitob bozor rivojlangan yaxshi davlatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan kitoblarni ko'pini ko'radigan bo'lsak, yumshoq muqovada nashr qilishmoqda. Nimaga? Yumshoq muqova o'sha yengillik jihatdan o'zi aytib o'tgandek, undan tashqari mana qog'oz masalasiga to'xtalib o'tdingiz. Bugun ham o'sha masalalarni ko'p mutaxassislar bilan muhokama qildik. Ya'ni biz jarayonga sifatli auditoriya ham, o'sha kitob o'qiydigan auditoriya ham saviya ortib bormoqda deb men hisobladim. Mana shunaqa kuzatuvlarim bo'yicha 2 yildan oshiq faoliyatim bo'lsa, eski faoliyatim davomida ular ham bizda mana ichidagi harflarni, o'sha shrift deymiz, shriftlarni turi bizdan talab qilmoqda. Ya'ni o'sha sarg'ish qog'ozga chiqar, oq qog'oz bo'l, to'xtatgin degan masala bo'lib turibdi va yana bitta narsa, oq qog'oz bosmaxona jihatdan e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha kelganda, o'sha chetdan kirib kelgan paytda oq qog'ozni ustiga office paper yoki boshqa bir nom bilan atab qo'yishadi. Ya'ni bu qog'oz kitobga mo'ljallanmagan qog'oz degan bir ma'noni beradi va ko'pincha o'sha sarg'ish qog'ozlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, book paper, ya'ni kitob qog'ozi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha ko'zga biz siz bilan birga ko'p kitob taqdimotlarida bo'lganmiz, intervyularda eshitgan bo'lsangiz kerak, ko'p ijodkorlar aytardi, ya'ni mana sarg'ish qog'ozga chiqarish kerak. Bu ko'z jihatdan ham, bu tibbiyotda ham isbotlangan degan bir ikkita fikrlar bo'lgan, esingizda bo'lsa. Va o'ylaymanki, sarg'ish qog'oz masalasi keyingi bosqichdagi kitoblarda uni ustida hozir dizayn jihatdan ham, sifat jihatdan ham, o'sha qog'ozi tanlanish jihatdan ham o'zimiz mutaxassislar bilan birgalikda nazorat qilib turibmiz. Keyingi bosqichdagilarni ko'ramiz endi. Qanaqa bir ijodkorni yondashamiz, unga keyin kitobxonlarimiz o'zi baho beradi. Rahmat. Va qo'shimcha telefonda ham, smartfonlarda ham tungi rejim bor. Tungi rejimni bossangiz shu ekran oq simondan sarg'ish bo'ladi. Xuddi nima deydi? Kitob o'qish rejimi ham qandaydir, ko'zga qulaylik joyi borki, bejizga bu narsa o'ylab topilmagan. Keyingi savolga o'tamiz. Loyiha doirasida shunday kitob bormi? Mana kitoblarni o'qib chiqdim deyapsiz. U kitobni o'qiysiz-u, sizni dunyoqarashingizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Xo'p, endi dunyoqarashni o'zgartirish masalasiga keladigan bo'lsak, bu endi har kimda har xil jarayon, bitta kitob bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Endi men o'sha ilk bosqichda chiqqan 27 xil kitobni bosqichma-bosqich o'zim o'qib boryapman. Ko'p qismini o'qib chiqdim. Bular orasida muhim o'qish kerak deb hisoblayman. Mana hozir 20 talikda ekan, bu 20 talik ro'yxatdan bitta o'sha kitobni o'qidim. Insonga xos sun'iy intellekt mavzusidagi kitob bor, Stuart Russellniki. Yaqinda buni munozarasini ham o'tkazdik, men kitob doirasida, intellektual maydon sifatida. Bu kitobning ichida asosan bugun dolzarb bo'lgan masala, ya'ni sun'iy intellekt masalasi yoritilgan. Nimaga dolzarb? Xavfsizlik masalasi ko'tarilgan. Ya'ni sun'iy intellekt bilan bog'liq xavfsizlik masalasi. Men o'ylaymanki, buning ichidan balki bir nechta ma'lumotlar hammada har xil fikr uyg'otishi mumkin. Chunki ichida sotsiologik jihatdan, falsafiy jihatdan ham fikrlar, munozarali, muzokarali fikrlar ham mavjud. Endi o'ylaymanki, men shu kuni munozarada ham so'zga chiqqanda shuni aytib o'tdim. Bu fikrlar, bu munozaralar, bu narsalar orqali yana ham yangi tadqiqotlar kelib chiqadi. Bizani o'sha yosh olimlarimiz yoki shu sohada faoliyat yuritayotganlar orasida. Mana lug'atlar mavjud. Ma'lum bir lug'atlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, fikrlarni o'sha nima so'zligi haqida ma'lumot berib o'tadi. Misol uchun, o'sha tanqid so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, men yaqinda bir ijtimoiy tarmoqda maqola e'lon qilgandim. Tanqid shu gap bilan boshladim. Ya'ni tanqid so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, uni ma'nosi nima deganda shunaqa bir gap beriladi. Haqiqatni o'rtaga chiqarish uchun olib borilgan bahs va munozara deb ataladi. Bizda har xil fikr bor-ku, masalan, tanqid qilsa kimdir cho'chiydi, kimdir har xil reaksiya bildiradi. Lekin haqiqatni o'rtaga chiqarish uchun olib borilgan bahs va munozara deb berilgan haligi lug'atda. Xuddi shuni aytib o'tganimdek, biz mana shu kitoblar jarayonida odam o'zi mulohaza qilib, muhokama qilib, o'zi kitobga qarab shakllanib boradi, o'zi kerakli qismini oladi va o'zi dunyoqarashini o'zgartirish, shu kitobdagi fikrlar, mulohazalar, tanqidlar, tanqidiy tomonlama yondashish ham mumkin-da kitobga. Shu jarayonda shakllanib boradi. O'ylaymanki, men tavsiyam hali
yana davom suhbat jarayonida yana ochiqlaymiz. Yaqinda mana shu 20 talik ro'yxat 20 xil kitobni orasidagi shu sun'iy intellekt kitobi tarqatiladi va buni o'qib ko'rishni barchaga tavsiya qilgan bo'lardim. Shaxsan shu o'qib ko'rgan inson sifatida. Rahmat. Keyingi savolim ham aynan tanqid borasida edi. Mana siz Ming kitob loyihasini yangi rahbari. Tanqidlarga qanaqa qaraysiz? Tanqidlarga ochiqman. Endi tanqid degani u o'rinli ham bo'lishi kerak tanqid. To'g'ri. Misol uchun yaqinda mana biz o'sha yo'lga qo'ygan narsa haqida gapiramiz. Kitob taqdimotlari, kitob munozaralari, umuman bu kitoblarni mohiyati nima? Shu masalada jamoadan ham talab bo'ldi, auditoriyadan ham talab bo'lgan. Biz buni reja qilib amaliyotda qildik. Va ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kommentariya qismi deymiz, izoh qismlarida ham ba'zi o'rinsiz tanqidlar ham bo'ldi. Misol uchun nimaga kerak degan. Misol uchun bunga biz javob berish kerak bo'lgan, biz amaliyotda uni javobini berib bo'lganmiz. Mana o'sha YouTube'ga ham joylaymiz suhbatlarni. O'sha yerda ko'rib kerakli xulosasini olishadi. Lekin tanqid bo'lganda, o'rinli bo'lganda, misol uchun mana yaqinda o'sha kitoblarni yetkazib berish bilan bog'liq ham bir nechta tanqidiy xabarlar keldi. Biz unga ochiqcha yondashdik. Nima bo'lgan o'zi shu chekka hududga nimaga bormagan va masalani joyida hal qildik. Rahmat. Mana shu kunlarda Marg'ilonda juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Tarixiy shahar. O'sha yerda kutubxona bor. Kutubxona borligi ham bu nima deydi? Katta e'tibor natijasi. Yurtimizda kitobxonlikka bo'lgan e'tiborning natijasi va aynan shu kutubxonada Ming kitobni bir burchagi bor ekan. Rasmini ko'rib qoldim. Bunday lokatsiyalar loyihaga qanday imkoniyatlar yaratadi? Olimlarimizni shunaqa fikr bilan javob beray, ya'ni shu bilan boshlayman fikrimni. Millatni deydi istiqbolini ko'rmoqchi bo'lsangiz, uning uchun alohida bir karomat yoki qanaqadir sehr shart emas yoki qanaqadir alohida ahamiyatga ega o'sha karomat darajasidagi narsa kerak emas. Undan ko'ra o'sha yoshlarni, o'sha millatni yoshlarini vaqtini nimaga sarflayotganiga qiziqinglar, o'sha sizlarga javob beradi degan bir yaxshi fikr mulohazalari bor. Men o'ylaymanki, ana shu yerda tashkil qilingan kutubxona buni hali videolarda ham chiroyli qilib berilsa kerak. O'sha sharoit, boshqa narsa. Bugungi kunda endi buni amaliyotda ko'ramizda. Hozir biz uni sharoitini qildik. Ming kitob uchun o'sha yerda alohida o'sha jamoa bordi, yoshlar agentligidan mas'ul xodimlar, Ming kitob jamoasi u yerda o'sha jarayonda qatnashib o'sha burchak bo'lishi uchun va Ming kitoblarni shu yoqda bo'lishi uchun alohida mehnat qilishdi va bu narsa nima beradi deganda o'sha chekka hududlarda bunga ehtiyoj bor. Kitob o'qish ehtiyoji, o'sha kitobga bo'lgan ehtiyoj. Chunki asosan chekka hududlardan so'rab yozishadi, qaysi kutubxonada bor. Ko'p savol keladi, ma'lumotini bersak ham ko'proq yana shu chekka hududlardagi odamlardan ko'p murojaat keladi. Shu kitoblarga qiziqqan holda, asosan auditoriya yoshlar va u kutubxona ham o'sha mahalla yoshlar kutubxonasi deb nomlandi. Auditoriya ham u hududdagi statistikalarga ko'ra asosan ko'p qismi yoshlardan iborat. O'ylaymanki, bu narsa alohida mana 20 o'sha kitoblar karvoni doirasida nashr qilingan kitoblar birinchi bosqichi desak ham bo'ladi. Hozir qolgan bosqichlarni yana alohida tartibda tarqatishni boshlaymiz. Birinchi navbatda o'sha yangi kitoblarni ham shu javonga joylaganmiz. Bemalol foydalanishlari mumkin. Bu hammasi bepul. Muhit bu nima beradi deganda, u yerdagi muhit. Avvalo o'sha estetik jihatdan, etik jihatdan kutubxona yoshlarbob tarzda barpo etilgan va milliy qadriyatlarimiz ham unutilmagan. Shuni barobarida. Tarixiy, milliy xuddi shunaqa. Undan tashqari mana ikkinchi qavatiga chiqadigan bo'lsak, Book Cafe qismi ham mavjud. Sizga bir ma'lumot aytib ketaman. U kutubxonani dizaynini tayyorlash shogirdim Sherbek bilan menga nasib qildi. Sun'iy intellekt asosida, ya'ni tayyorladik. Xabarim bor. Shu aytib ketay. Davom etavering. Shunaqa. Ya'ni bu narsa yoshlarning foydalanishiga ham bog'liq endi. Albatta bu endi qanaqa foydalanadi? Masalan, uni tarjima qilib berdi. Mana loyiha,
loyiha budjetdan pul ajratdi, Davlat e, budjetidan kitob ajratildi. qilib berildi, tarjima sifati ham nazorat qilindi, kitobni o'zini ham sifati ham nazorat qilindi. Endi undan qanaqa foydalanish uni o'ziga ham bog'liq. Faqatgina masalan bu yoq tomonga yuklab qo'ygan bilan endi ko'ramiz buni natijasi. Misol uchun bir kunda, 2 kunda bir nimadir bo'lib ketadigan narsa emas. Bu Albatta kitob bunga ya- vaqtlar kerak. Vaqtlar, balki yillar ham o'tishi kerak. Aha, rahmat. Jamshidbek, sizningcha kitob o'qish rostdan ham insonni boy qiladimi yoki bu chiroyli marketingmi? Hop, bu savollarni bizni o'sha eski faoliyatimizdagi joyda qilingan bir videorolik bor edi. O'sha yerda ham Ha, berilgan. kitob taqdimotida Ha, aynan shu savolingni kitob o'zingizga orqali beryapman-da. boy bo'lish mumkinmi degan masala bor edi. Endi har xil javob bo'lgan. Masalan, bitta javob bor edi. Albatta boy bo'lish mumkin. Kitob yozib, bestseller bo'lib turib, shu orqali daromad qilgan nechta yozuvchi, ijodkorlarni bilamiz degan gaplar bo'lgan. Kimdirlar ma'naviy boy bo'lish mumkin, moddiy bo'lmasa ham degan masalalarni ko'targan. Endi kitob qorin to'yg'izadimi, qorin to'yg'izmaydi-ku, o'sha nimaga kerak degan muhokamalar ham bo'lib turadi. To'g'ri, endi qorinni to'yg'izish masalasi endi undan qanaqa foydalanishga ham bog'liq. O'sha boshida aytib o'tganimizdek, qorin to'yg'izmasligi mumkin, lekin to'g'ri foydalangan, to'g'ri jihatdan o'qiy olgan odam qorinni to'yg'izadigan g'oyalar olishi mumkin. Qorinni to'yg'izadigan qarorlar qabul qilishi mumkin. O'sha yerdagi fikrlar orqali qorinni to'yg'izadigan dunyoqarashga ega bo'lishi mumkin. Shu jihatdan o'ylaymanki, bu kitob sohasida endi odamni o'ziga bog'liq bo'lib qoladi va undan foydalana olish qismi. O'zi nimaga kerak bu kitob deganda, mana bir yaqinda yangi nashriyot faoliyat boshladi. Shiori va qilingan videoroligi menga juda yoqdi. Shu nashriyotni siz bizani kitoblarni o'qib 1000 yil yashashingiz shart emas. Shu kitoblarni o'qing, o'zi shuni ichidagi tajriba sizni 1000 yil yashagandek qilib qo'yadi degan o'sha chiroyli adabiy qofiyaga keltirilgan so'zlar bilan ifodalashgan. Xuddi shunaqa gap, ya'ni xulosalar olinadi. Misol uchun kitob orqali, shu berilgan manbalar orqali kerakli qarorlar qabul qilinadi kerak bo'lsa. Rahmat. Hozirgi savolim haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldim, lekin to'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchiman. Savolim shuki, mana 1000 kitob loyihasi tarjima qilgan kitoblarni men qayerdan olsam bo'ladi? Ya'ni o'sha to'liqroq ma'lumot bersangiz. Xo'p, yuqorida aytib o'tdingiz, tanqid mavzusiga ham ko'tarildik. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, umuman izohlar loyihaga nisbatan oxirgi vaqtlarda asosiy bo'layotgan fikrlar, mulohazalar aynan bu kitoblarni shu sotuvda mavjud emasligi masalasi ko'tarilmoqda va bu fursatdan foydalanib men shu fikrlarni, fikr va izohlarni bildirib o'tmoqchiman. Bu loyiha o'sha 3000 nusxada kitobni mualliflik huquqini olib, tarjima qildirib, beg'araz tarqatadi kutubxonalarga va bu narsa o'sha kutubxona madaniyati jihatdan ham, kutubxona madaniyatining shakllanishiga ham xizmat qiladi va bir nechta omillar bunga xizmat qilib, yordam berib, qo'llab-quvvatlab turish kerak baribir. Va mana shu 3000 nusxada nashr qilib tarqatilgandan keyin agar o'sha nashrga tayyorlagan nashriyot xayrixoh bo'lsa, buni bozorga sotuvga chiqarmoqchiman deb fikr bildiradigan bo'lsa, u mualliflik huquqini o'sha bozorga chiqaradigan bosma nusxalar, masalan 2000 ta chiqarmoqchi, 3000 ta chiqarmoqchi, mualliflik huquqini o'zi yana qaytarib sotib oladi. Biz tekinga 3000 ta tarqatilgan beg'araznikini mualliflik huquqini to'laymiz. Yoshlar ishlari agentligi nomiga olinadi, sababi mualliflik huquqlari. Va mana 3000 tadan keyin o'sha nashriyot xayrixoh bo'ldi. Misol uchun 2000 ta, 3000 ta chiqarmoqchi bozorga sotuvga. Bosmaxona jihatidan ham o'zi nashrdan, bosmadan chiqaradi. Bu yerda qanaqa bir yordam bo'ladi unda nashriyotga, nima loyihadan qanaqa manfaat oladi unda deydigan savol, tabiiy savol. Biz tarjimani tekinga beramiz. Ya'ni nashriyot tarjimani biz hech qanaqa to'lovlarsiz, o'sha biz tarjimaga pul berganmiz, to'liq tahrirdan tortib o'sha dizayn, ichki dizaynigacha biz buni beg'araz, hech qanaqa manfaatlarsiz to'g'ridan to'g'ri nashrga chiqarib o'sha sotmoqchi bo'lsa,
tarjimani tekinga taqdim qilamiz ularga. Ya'ni biz oldindan bunga pul berilgan o'sha tarjima jarayonida tarjima qismi ya'ni deyarli emas, mutlaqo tekinga tushadi nashriyotga. Va bu borada nima kitoblar sotuvga chiqqani bormi deyilsa, yaqinda iqlim o'zgarishi kitobi ommaga taqdim etildi, ya'ni nashriyot tomonidan o'zi tashabbus bildirib sotuvga chiqardi. Va bundan tashqari shu ta'kidlab o'tdim, alohida o'sha tavsiya qildim. Kitob insonga xos sun'iy intellekt va nazorat muammosi to'liq nomi. Stuart Rassellning kitobi ham biz mana kitoblar karvoni doirasida tarqatish qismini yo'lga qo'yamiz. Birinchi bosqich o'sha Marg'ilondagi kitob do'konda ham, kutubxonada ham mavjud va bosmaxona tomonidan ham 3000 nusxada mualliflik huquqi va bosma xarajatlarini o'zi to'lagan holatda nashrdan chiqardi va hozir bozorda mavjud. Va biz tarjimasini ularga tekinga taqdim qilganmiz. Shu joyda bitta savol bor. Mana sotadi deyapsiz. U men kitobda taqiq qo'yilmaganmi? Birinchi savol. Va u sotilgan kitob versiyasida men kitob logosi bo'ladimi? Bu bo'yicha o'sha shartnomalar, huquqiy asoslari bor. Men kitob logotipidan, maxsus tashkilotlar o'sha logotiplaridan foydalanish kerak shablonda. Sotib turgandaymi? Sotganda ham, misol uchun o'sha iqlim o'zgarishiga ham e'tibor qilinadigan bo'lsa, hammasi o'sha ichida qaror, normativ hujjatlari ham berib o'tilgan. Nimaga asoslanib qilindi, ular belgilab berilgan. Va hech qanaqa bizda taqiq qo'yilmaydi. U biz mualliflik huquqini olib o'zimizga kerakli qismini beg'araz tarqatdik va buni bozorda u tabiiy savol, ya'ni hamma ham mana endi o'sha kutubxona infratuzilmasi deymiz, zamonaviy kutubxona infratuzilmasi, o'sha yoshlar umuman kitobxonni ehtiyojlarini qondiradigan har tomonlama estetik jihatdan ham, sharoit jihatdan ham shunaqa kutubxonalar talab qilinadi va bundan tashqari boshqa, misol uchun men o'zim ham kutubxonada ham kerakli katta ensiklopediyalar yoki katta sahifali o'sha eski manbalar bo'ladigan bo'lsa kutubxonadan foydalanaman, lekin asosan kitobni sotib olib o'qiyman. Va bu narsa tabiiy jarayon. Bizning kitobxonalarimizda ham asosiy qatlam sotib olib o'qiydigan qatlam hisoblanadi. Va bu jihatdan biz mana hozir boshda chiqqan 27 ta kitob masalasida ham mana hozir muzokaralarni boshlamoqchimiz. Nashriyotlar buni chiqaradimi yoki agar yo'q, men buni chiqarmayman degan o'sha xat jo'natiladi. Xatda ogohlantirish, misol uchun chiqarish niyatingiz bormi deyiladi. Agar yo'q, men buni chiqarish niyatim yo'q deyiladigan bo'lsa, boshqa xayrixoh nashriyot bo'lishi ham mumkin. Biz ularga ham bu kitobni chiqarishiga tarjimani tekinga taqdim qilamiz. Va mualliflik huquqi va bosma xarajatlarini nashriyot o'zi qoplaydi. Lekin qolgan o'sha boshdagi 3000 ta nusxa to'liq beg'araz tarqatiladi. Rahmat. Bitta qiziq savol. Menda kutubxonaga borganimda men kitob loyihasida kitobi yo'q bo'lsa, kimga shikoyat qilishim kerak? Hop, bu bo'yicha bizda ijtimoiy tarmoqlar mavjud. Buni ham ko'rsatib o'tib ketsak, Instagram, Telegramda o'sha maxsus chatlar va chatlar orqali javob berib boriladi. Imkon qadar o'sha bizning jamoadagilar javob beradi. Bu bo'yicha endi misol bilan javob bersam, ruxsat bersangiz. Mayli. Mana kecha bo'lgan voqea. Marg'ilondagi kutubxona bilan bog'liq post chiqqanda izoh keldi. Yozib turishibdi. Endi shunaqa kitoblar ko'paymoqda, kutubxonalar ko'paymoqda degan mazmundagi matnga ko'paygani yaxshi, lekin yetib kelmagani yomon. Ayniqsa chekka hududlarga, masalan deyilgan va mana Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman axborot kutubxona markazi. Endi bu yerda har xil tushunmovchiliklar bo'lgan, noqulay vaziyat bo'lgan. Bu yuzasidan bir kun ham bo'lmadi. Bizning mas'ul xodimlarimiz kerak bo'lsa ko'rsatib o'taylik, shu kutubxonada Screenshot qilib qo'ysangiz ko'rsa. Kutubxonada o'sha kitoblarni nega yetkazib berilmagan o'z vaqtida, nimaga qolib ketdi bu narsa degan masala ko'tarilib, o'sha vaqtda o'zida javonlarga men kitobni alohida burchak tashkillashtirib, mana hammasi yetkazib, to'g'irlab joyiga qo'yildi. Bu borada qanday bir holat yuzaga keladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri iltimos qilib ham qolardik. Biza sizlarga murojaat qilish. Bizga o'sha chat bor, chat orqali murojaat botlari bor. Kanallaringiz linkini qo'yib qo'yamiz ekranda orqali, shu chatlar orqali kerak bo'lsa Instagramdan ham orqali murojaat qilishlari mumkin. Biz bunga to'liq ochiqmiz. Ya'ni jarayon shaffof bo'lishi kerak. Rahmat. Savollarimiz ham tugab qolyapti. Loyihaning maqsadi millatni o'qitish edi.
Lekin kitobga eng tashna bo'lgan qatlam talabalar va yoshlar kutubxonaga borishga vaqt topolmayapti. Ular avtobusda, metroda o'z kitobini o'qishni xohlaydi. Sizningcha bu tarqatish tizimi zamonaviy yoshlarning turmush tarziga qanchalik mos? Endi yuqorida ham aytib o'tdim, o'sha sotuv jarayonlari bilan bog'liq nashriyotlarni o'ziga bog'liq. Agar sotuvga chiqaraman desa, bu bo'yicha biz tarjimani tekinga taqdim qilamiz va bundan tashqari mana Ming kitob o'sha boshlang'ich birinchi bosqichda chiqqan kitoblari, tarqatilgan kitoblari asosiy o'sha qismlari audiosi uchun ham mualliflik huquq olinadi. Buni ham ta'kidlab o'taylik. Bugungi kunda dolzarb masala o'sha kitoblarning mualliflik huquqi, copyright deydi. Mualliflik huquq masalasi bu bosma uchun alohida, audio va elektron format uchun ham alohida mualliflik huquqi sotib olinadi. Bu narsa shartnomalar orqali bo'ladi. Va biz o'sha audio uchun mualliflik huquqlarini sotib olgan kitoblarimizni mutolaa ilovasida shundoq hech qanaqa o'sha beg'araz, ya'ni bepul boshidan aytamiz, ya'ni bepul deymiz. Maqsad foydalaninglar, mana bepul narsa degan ma'noda ta'kidlanmoqda bu. Demak, mutolaa ilovasiga kirib, Mutolaa ilovasida kitoblarni kitob o'qsam alohida bo'limda elektron va audio. elektron shaklda mutolaa qilish imkoniyatiga ega va keyingi bosqichdagi kitoblarni ham o'sha elektron va audio formati bo'yicha shartnomalar qilish masalalari hozir jarayonda, muzokaralar qismida. Rahmat. Endi sizga bonus savollarimiz bor. Xo'p, agar siz butun dunyo amal qilishi lozim bo'lgan biror qonun yoki qoidani joriy qilish huquqiga ega bo'lganingizda, qaysi qonun, qoidani yoki huquqni joriy qilgan bo'lardingiz? Butun dunyo insonlari amal qilish kerak bo'lgan. Endi aniq bir qonun, qoida joriy qilish masalasida to'g'ridan to'g'ri hozir endi ochig'ini ayting, fikr kelmadi, lekin to'g'ri yashash masalasini ko'targan bo'lardim. To'g'ri yashash, to'g'ri yashash, halollik va biz ustozlarning ham gapi bor. Birdaniga muvaffaqiyatga erishishi asosiy omili bu to'g'rilik aytishadi. To'g'ri bu yo'lda, to'g'ri bo'lgan yo'lda qiyinchiliklar yoki nimadir qarshiliklar bo'lishi bu tabiiy, ya'ni u holat shunaqa. Har doim yaxshilik bo'ladi degan narsa yo'q bu ma'noda. Lekin to'g'ri bo'linsa, baribir oxirida muvaffaqiyatga erishiladi deb o'ylayman va o'sha butun dunyoda ham o'ylaymanki, to'g'rilik bo'ladigan bo'lsa, boshqa jarayonlarda ham yaxshi natijalar bo'ladi va men aytib o'tardim ko'p odamlarga shu to'g'ri bo'lish masalasi. Sizdan oldingi kelgan mehmonimiz ham halollik deb javob bergandilar bu savolga. Siz ham halollik dedingiz. Rahmat. Xo'p, keyingi savol. Agar butun insoniyat qiynalayotgan global muammoni hal qilish imkoni sizda bo'lganda, qaysi muammoni hal qilgan bo'lardingiz? Hop. O'ylantiriladigan savollar, lekin O'ylantiradigan savol, sababi endi manfaatli javob bo'lsin, yaxshi agar fikr bo'ladigan bo'lsa qiziq bir global, ya'ni global bo'lgani uchun ham o'ylantiradigan savol. Shunday. Endi globallik jihatidan ko'p tadqiqotlar va oxirgi so'nggi yillarda nashr qilingan kitoblarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, bitta masala diqqat masalasi, fokus, o'sha bir narsaga e'tibor qaratish, diqqat masalasi deyiladi. Endi buni men qanchalik yecha olaman yoki bu mutaxassislik va u sohadagi tajriba, u sohada orttirilgan ilm bilan bog'liq. Aynan buni yecha olaman demayman-ku, xohlardimki shu diqqat bilan bog'liq ilmiy ishlar qilinib, shu bo'yicha yechimlar bo'linsa, yaxshi natija berardi. Bu ko'p kitoblarda yozib ko'tarilayotgan muammolardan bittasi. Mana yaqinda nashr qilingan Behalovat avlod kitobida ham alohida aytilgan, o'sha raqamli texnologiyalar o'sha asrda diqqat muammosi, bir narsaga e'tibor qaratish masalasi, umuman ijtimoiy tarmoqlar, bularni tartibi bo'yicha endi hamma har xil tartib joriy qilishi mumkin. Lekin turlicha ilmiy izlanishlar bo'lsa va bunga yechimlar berib borilsa, o'ylaymanki, o'sha global muammolardan bittasi. Nafaqat shu Yevropada ko'tarilayotgan, bizda ham bu dolzarb hisoblanadi.
Chunki diqqatimizni o'g'irlash bilan hamma shu butun dunyo, ya'ni diqqatimizni o'g'irlash ustida ishlayapti-da. Mana Instagramni misol qilsak, qancha odamlar Reels'da vaqtini o'tkazib oladi. Endi bunga muqobil narsa ham berish kerak. Ha, Endi masalan, albatta. to'g'ridan to'g'ri nima deydi, taqiqlab qo'yish yoki boshqa narsa, u bunga muqobil kontent o'sha Instagramda berib borilayotgan har xil kontentlarga muqobil saviyali kontent ham ularni ustida ishlasak yana ham yaxshi. Aha. Keyingi savol. Hayotingizda eng katta olgan darsingiz nima? Saboq. Xo'p. Eng katta saboq Dars bo'lgan jarayon hayotingizda sizga. jarayonlar ko'p bo'lgan. Endi men Eng muhimi. o'zim bilan bog'liq ko'p jarayonlarni gapirib o'tirmaganim ma'qul, lekin eng muhim dars bo'lgan narsa va bugungi kunda ham o'shanga qarab amal qilasiz degan, agar shunaqa falsafa bo'ladigan bo'lsa, ko'p narsada juda qattiq tadqiqot qilib, tekshirib ish qiladigan bo'ldim. Ya'ni o'ylab bitta narsa qilishdan oldin yoki bir kimdirga ishonishdan oldin ayniqsa asosan ya'ni ishonch masalasi bor. O'sha masalada ko'p dars olganman va bu borada o'sha o'zim tekshirmaguncha yoki o'zim nazorat qilmaguncha ko'p yo'nalishda ya'ni asosan ko'pchiligiga ishonmay qo'yganman. Endi ko'pchilik deganda ma'lum bir toifalar. Yani o'zim tekshirib ko'raman. Yani masalan, kimdirdan kelgan taqdirda ham u narsani baribir tekshirib ko'raman o'zim. Bu narsa ko'p hayotiy misollarda menga dars bo'lgan va bu keyinchalik ham menimcha yaxshi asqotsa kerak. Yomon narsa deb hisoblamayman. Bu o'zim uchun yaxshi, ijobiy holat deb hisoblayman. Xo'p, oxirgi savol. Qaysi kitobni juda ham ko'p yaxshi ko'rasiz va juda o'sha kitobni o'qishni xohlaysiz va u kitobni doim sog'inasiz? U kitob qaysi? Xo'p. Agar birinchi endi Sharq adabiyotidan boshlasak, Alisher Navoiy hazratlarining Lisonut Tayr kitoblari va endi Alisher Navoiy hazratlari avvalo undan oldin o'sha Fariddin Attor hazratlarining Mantiqut Tayr kitobi mavjud. Shundan ilhomlanib yozilgan deyiladi. Bu asarlarni o'sha qayta o'qigingiz keladi. O'zimizni sharq jihatdan yozilgan adabiyotlar jihatdan ilmiy ommabop kitoblar haqida ko'p gapirdik. O'ylaymanki, Amin Ma'lufning men buni o'sha tarjimasini o'qigandim. Amin Ma'lufning Labirint nomli kitobi mavjud. U yerda ko'plab bugungi siyosiy vaziyatlar, xalqaro miqyosdagi vaziyatlar, davlatlar orasidagi ko'plab voqealar tahlil qilib berilgan. Xalqaro munosabatlar yo'nalishidagi kitob desak ham bo'ladi. Labirint nomi. Mana shu kitobni 2-3 marta o'qidim. Har xil xulosalar, har xil tahlillar olaman va yana bir marta o'qisam degan bir sog'inch, ya'ni nima deydi endi adabiyot jihatdan aytadigan bo'lsak, odam sog'inadi. Endi bular ham masalan tahlil jihatdan ma'lum bir vaqtdan keyin o'zini dolzarbligini yoki berilgan fikrlarni balki o'zgarish jarayonida eskirishi mumkin, lekin uslub jihatidan o'sha hammaga ma'lum o'sha Fransiyadagi mashhur Amin Ma'luf nomi bilan ijod qiladigan o'sha ijodkor olim zot, ular o'sha Labirint kitobini aytgan bo'lardim. Rahmat. Oxirgi bosqich qoldi. Ya'ni o'sha siz Endi yana bir bitta narsani aytib o'tay-yu. Noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Men o'zim o'sha eski faoliyatim davomida ko'plab endi bu reklama yoki boshqa degan bir noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi uchun izoh berib ketish kerak deb o'ylayman. Labirint kitobini men birinchi o'qiganimda buni tarjima qilish kerak degan fikr paydo bo'lgan. Men u paytda nashriyot yoki bir kitob sohasiga oid nimadirda ishlamasdim. Tarjima qilish kerak degan fikr paydo bo'lgan. Endi buni o'sha boshida aytgan mavzularimiz, ya'ni ilmiy ommabopligi jihatidan sotuvi pastligi, sotuv bo'lmaydi degan jihatdan ko'pchilik nashriyot bunga qo'l urmasligini nazarda tutgan holda men eski faoliyatim davomida, eski ishlagan nashriyotimda buni mualliflik huquqlarini olib tarjima qildirib, tahrir qildirib qo'yganman. Bu yaqinda endi u nashr qachon qilishadi uni bilmayman. Nashriyotni o'ziga bog'liq. Ya'ni men buni reklama qilmadim. Men bu kitobni haqiqatda chiqishini xohlaganman. Ya'ni
u yerda hech qanaqa bir manfaat yoki manfaatlar to'qnashuv degan narsa yo'q. Va o'ylaymanki, bu narsa chin dildan to'g'ri qabul qilasizlar. Shu o'qilishi kerak edi deb o'sha o'zim sog'ingan kitob sifatida aytib o'tdim. Rahmat. Podkastimizni sizni fikringiz bilan yakunlaymiz, lekin undan oldin bizda shunaqa an'ana bor. Hamma kelgan mehmonlardan podkastni oxirida o'zidan bitta undovli gap aytadi. Ya'ni siz bitta undovli gap aytasiz. Shu undovli gap bilan tugatamiz podkastni. Taklif uchun rahmat. Endi doim bo'ladigan narsa menda o'sha javoblar qoniqtirmaydi odamni ko'p holatda. Uning uchun avvalo auditoriyadan ham uzr so'rayman. Misol uchun agar to'laqonli bir yaxshi javob berilmagan bo'lsa, avvalo uzr so'rayman. Endi undovli gap jihatdan oladigan bo'lsak, ko'p fikr haqida, kitob haqida gapirdik. Yaxshi fikr, saviyali fikr, to'g'ri fikr shunday narsaki, bir maromida pishgan ovqatga o'xshaydi va bir odamni ko'zini quvontiradigan shu yaxshi ta'mirlangan uy bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshagan narsa va bu narsa o'sha doim insonni qalbini, yaxshi fikr, to'g'ri fikr, saviyali fikr insonni qalbini quvontiradi. U o'zi ichida his qiladigan narsa. Va men shuni tilab qolardim auditoriyaga ham shu undov gap sifatida aytmoqchiman. Yaxshi, to'g'ri, saviyali fikrlar bildirib boringlar va bildirib boraylik doimiy. Yaxshi kitoblar o'qib. Bitta rasmga tushsak esdalik uchun. Shunaqa an'ana boshlayapmiz. Hammaga rahmat. Podkastimiz mana yangi sonni tugatib oldik. Bu sonda oxiriga yetib keldik. Xudo xolasa keyingi sonlarda sizlarga muhim bo'lgan mavzular bo'yicha mehmonlar chaqiramiz albatta. Keyingi sonlarda ko'rishguncha tabriklayman. Podkastimizni yakunladik. Zohid Beyga qaraymiz. 3 4